mashina haydashga menda ehtiyoj yo'qoldi. Menga mashina haydash tashvish bo'lib boshladi. O'rniga muqobil, masalan, o'rniga jamoat transporti to'ldirilmagan. Masalan, trolleybuslar bo'lgan, tramvaylar bo'lgan, ular ham sotdi, to'g'rimi? Yo'llar faqat mashinalarga moslashdi, ya'ni yo'llar kengaytirildi. Daraxt kesilish juda ko'p bo'ldi. Farg'onada eng ayanchlisi bo'lgan, bilasiz. Jamoat transportini o'rniga qo'ymadik, rivojlantirmadik. Nomiga для галочка deydi-ku ruslar. Katta xarajatdan ham masalan ekonom qilinadi bu yerda. Standart ishlab chiqish kerak emas. Yangilik o'ylab topish ham shart emas. Mashina sig'mayaptimi, ko'chani kengaytirish kerak. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. O'zbekchilik podkasti yana mehmoningiz. Bugun ko'proq shaharsozlik, arxitektura va shaharlarimizdagi infrastruktura haqida gaplashamiz. Chunki podkastimiz mehmoni urbanist, arxitektor, yosh blogerlarimizdan, ijtimoiy tarmoq faollari, fikr yetakchilaridan biri Iskandar Soliyev. Xush kelibsiz. Rahmat taklif uchun, Shuhrat aka. Ko'rishib turganimdan xursandman. Hozir ozgina yomg'ir sevalaganiga qaramasdan velosipedda kelganingiz o'zgina meni hayratlantirdi. Doim shunaqa velosipedda yurasiz? Endi hozir havo zo'r. Bahoriy havo deysiz. Yursa bo'ladi, Ko'proq endi siz mashinalarni uncha yoqtirmaysiz, bilaman, yozganlaringizdan, postlaringizni doim kuzatib boraman men sizni kim necha yildan beri. Jamoat transportidan ham ko'p foydalansangiz kerak. Hozir asosan shu, ya'ni men o'zimning avtomobilim yo'q. Asosan jamoat transporti yo velosiped. Endi zarur holatda taksida yuraman. Uzoqroq bo'lsa. Arzon mashina sotib olgandan ko'ra va Toshkentda menimcha qulayroq. Shu asosiy. Bu gapingizga qo'shilmasdan men ilojim yo'q, chunki men Toshkentga kelib ishlatganimga mana 1 yil bo'ladi, yaqinda ro'p rosa. Oldin Samarqandda faoliyat ko'rsatdim, Toshkentga kelib ketib yurardim. Masalan, Samarqanddan turib Toshkentga qatnab ishlayotgan odamga mashina kerak, masalan, bilinmagan, masalan, mashinaga doim ehtiyojim bo'lgan. O'zimni misol qilib keltiryapman-da. Lekin Toshkentga kelgandan keyin uyimning oldida bekatlar bor, o'sha qayrilib oladigan so'nggi bekati bor, ishxonam yaqin. Umuman mashina haydashga menda ehtiyoj yo'qoldi. Menga mashina haydash tashvish bo'lib boshladi Toshkentda. Chunki unga parkovka topishim kerak. Navoiy 30 da ishxonamiz joylashgan. U tomon juda ofislar ko'p, mashina qo'yishga joy yo'q. Umuman Toshkentning so'nggi paytda avtomobillashishiga qanday baho berasiz? Nima uchun mana shu darajaga keldik biz? Bizda o'zi masalan kishi boshiga avtomobil mana bunaqacha ko'p emas va eski masalan infrastrukturamiz masalan 90-chi yoki 2000-yil boshidagi holatga masalan mana desam ekan ko'radigan bo'lsak, solishtiradigan bo'lsak, u vaqtda masalan odam boshiga nisbatan jamoat transporti tushishi ham ko'proq bo'lgan. O'sha hozir jamoat transport ulushi ko'proq bo'lgan deysiz-a? Ulushi ko'proq bo'lgan. Masalan, trolleybuslar bo'lgan, tramvaylar bo'lgan, ular ham sotdi, to'g'rimi? Variativnisi ham ko'p bo'lgan. Uni turli xildagi transportlar bo'lgan. Endi 2000-yildan boshlab sekin-sekin ular haliga charchab o'zini xizmat vaqti o'tgandan keyin ko'plari anaqa ketgan endi. Shu o'rniga muqobil, masalan, o'rniga jamoat transporti to'ldirilmagan. Yoki masalan 10-yillardan keyin oladigan bo'lsak, oddiy ishlab turgan mavjud ungacha уже trolleybus umuman deyarli qolmadi. Tramvayni ham olib tashladi. Boshqa shaharlarda deyarli trolleybuslar boshqa shaharlarda ham bo'lgan. Ya'ni Samarqandda bor edi, Andijonda ham bo'lardi. Ya'ni u jamoat masalan avtobusdan tashqari boshqa transport turlari ham bo'lgan. Endi yilma-yil eskirib, o'rniga yangilari qo'yilmasdan ham haligi nima desam ekan, bizda ham mashina minishga haligi sharoitlar paydo bo'lib, shu tariqa mashina faqat yo'llarni siyosat ham o'rtada qanaqa bo'ldi desam, yo'llar faqat mashinalarga moslashdi, ya'ni yo'llar kengaytirildi. Oldin masalan xaritalarni qarasangiz, yo'llarning o'rtasida deyarli juda katta ko'p qismdagi shaharlarimiz oladigan bo'lsak, shaharning o'rta qismlarida daraxtlar bo'lgan. Bulargacha kestirildi, yangi polosalar qo'shildi. Shunaqa qilib, ya'ni biz yilma-yil faqat mashinalarga sharoit yaratdik.
va mana bu jamoat transportini o'rniga qo'ymadik, rivojlantirmadik. Shuni hisobiga hozir mana shunaqa muammoga kelib qoldik. Endi Samarqand misolida aytadigan bo'lsa, bizda eng katta ko'chalardan biri, borgansiz ko'p Samarqandga, shu temir yo'l vokzalidan to'g'ri chiqqandan keyin Beruniy ko'chasi, keyin Mirzo Ulug'bek ko'chasiga tutashadi. Shu yer juda bir qalin, ko'p yillik, 50, 60, 70 yillik daraxtlar bo'lardi. Juda qalin soya beradi ko'chaga. Ko'cha 2+2 shunaqaroq edi, torroq. Hozir mashinalar uchun joy ochish uchun shu daraxtlar kesildi-da, masalan. Hozir o'rniga mana qanaqadir daraxt ekani, unaqa chiroyli bo'lib, nimada ham bor. Amir Temur xiyobonida ham, Toshkentda ko'p. Shu daraxtlar ham bir 10 yil, 12 yil, 15 yillar bo'ldi, ancha katta bo'lib qoldi-da. Endi nima bo'lsa ham bularni kesib yana boyaga qilmasin. Daraxt kesilish juda ko'p bo'ldi. Farg'onada eng ayanchlisi bo'lgan, bilasiz, Farg'ona shahrida o'sha katta azim chinorlari, o'sha Skabeldi davrida ekilgan chinorlar kesilib ketib. Hozirga kelib menimcha mahalliy rahbarlarimiz ham, tepadagi rahbarlarimiz ham anglab yetdi shekilli bu daraxtlarni kesishga moratoriylar qilib, to'g'rimi? Va borada fikringiz qanday? Ha, o'zingiz masalan hozir deyarli xabarsini aytdingiz. Daraxtlarga katta qirg'in keltirildi 10-yillarda boshida yoki har xil bahonalar bilan masalan allergik kasalliklar keltiradi degan bahonalar bilan kesildi. Buni oqibati endi hali bir 20 yilcha qiyin bo'ladi. Daraxtlar katta bo'ldi. Ha, endi masalan hozir o'zimizni shaharda yashab turib sezyapmiz. Har xil nima desam ekan, muammolar keltiryapti. Ekologik muammo deymizmi yoki buni oddiy biz o'zimiz sezmagan. Hozir masalan oddiy misol qilib aytadigan bo'lsam, velosipedda yursa bo'ladi shaharda, masalan biz shaharlar unaqa katta bir tabiat hodisalari unaqa katta ro'y bermaydi desa, ko'pchilik aytadi issiq yura olmaysan deydi. Lekin aslida shaharlar masalan 20 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, aytgandek ko'p ko'chalari torroq, yashilroq, soyaliroq bo'lgan. Yozda ham, yoz jazirama kunlarida. Ya'ni bu holatga kelishimizga ham ozgina vaqt bor. Endi daraxtlarni endi muammoni tanamizda sezyapmiz. Har xil shamollar, changlar kelishi, qishda haligi bo'lyapti, sajja deydi, bu tutun hidi haligi. Haligilar ko'payib, yozda shu chang to'zon bo'lyapti. Velosipedda yurganingiz uchun men navbatdagi haligini bermoqchiman, fikringizni bilmoqchiman. Velo yo'laklarida bizda masalan siz urbanist arxitektor sifatida, shaharsoz sifatida fikringizni bilgim keladi bu sohada. Velo yo'lakni bizda qilish kerak deyildi, hamma kirishildi. Uzoq tumanlarga borsangiz ham yo'lni trotuarda bunday betonlayapti-da, bir tomonni sementga qanaqadir qizil kraskani qo'shyapti, shu velo yo'lak deydi-da, bu yerga hadasangiz aslida bitta velosiped ham sig'maydi, ajratib qo'ygan bitta nimasiga. Nomiga hali для галочка deydi-ku, ruslar shuni deganday qiladi. Umuman velo yo'laklar trotuar bilan odam piyoda yuradigan joyda bo'lishi bu noto'g'ri-da menimcha. Chunki hozir mana bu Navoiy ko'chasida yaxshi piyodalar uchun nima, ancha tartibli ko'chalardan biri hisoblanadi shu keng. Bu yerda ham shu velo yo'lakka где-то aytsam shu 1 metrlik joy ajratilgan, qizil qilib qo'yibdi uni ham. Va u yerdan o'sha dostavka haliga yetkazib berish xizmati bilan shug'ullanadigan nimada ham skuterlarda ham keladi, samokatlarda ham keladi, velosipedda ham keladi. Odamlar piyoda yurganda urib ketgan hollarni ko'rdim-da, masalan, kolyaska bilan haligi to'qnashuvlar sodir bo'lyapti. Mening fikrimcha, men o'zim ham bir video qildim, Olmaota shahriga borganda, atalab shu velo yo'laklar, shular yo'lning qatnov qismidan ajratilgan bo'ladi. Velo yo'laklar, o'sha asfaltdan plastmassa to'siqchalar bo'ladi, qoziqlar bilan ajratib qo'ygan. Bironta mashina kelib uradigan bo'lsa, mashinaga ko'p zarar yetmaydi endi, nomiga ko'rish uchun vizual haligi to'siqlar. Bizda shu narsa qilinmayapti-da, yo'lning qatnov qismidan bo'lish kerak velo yo'lak qanaqadir. Yo sizningcha mana shu trotuarda bo'lgan taqdirda ham orasi ikkovini orasi ajratilishi kerak, bir to'siq bilan bir-biriga o'tib ketmasligi uchun. Bunda bizda bitta muammo bor-da. Masalan, velo infratuzilmaga bu faqat haligi velosipedda chiqib ozgina aylanib kelishdek qaraladi-da, ya'ni bunga alohida transport turidek qaralmaydi. Shuning uchun masalan xohlagan loyihangizni oling, u yerda yo shunchaki ko'rsinga shunchaki
qo'yib qo'yiladi, masalan chizayotganda beton bilan chizib qo'yiladi, u ajratilmaydi. Yoki endi qanaqa bo'lish kerak degan savol bo'lsa, unda shu standart ishlab chiqish kerak emas. ha, standartlari bor. Yangilik o'ylab topish ham shart emas. Asosiy masalan yo'nalishlarimiz bor. Qatnaydigan. Men masalan bugun kelishimgacha hozir o'tgan yili masalan chala bo'lsa ham, endi to'g'ri kelmasa ham Shotorustabilida shu yo'lak qo'yildi. Shu bo'yicha keldi. Alohida qilindi. Ha, ya'ni bemalol siz tushunishingiz uchun 5-6 kilometr masofaga bemalol shunchaki sekin yurgan tezligingizda ham yetib bora olamanda. Ya'ni ko'cha profilidan kelib chiqib va shaharni tuzilishidan kelib chiqib, uni bog'lash kerak. Transportni qanday bog'lasak, mahalla, kvartallarni ham bog'lama shaklida velo yo'laklar, marshrutlar ishlab chiqilishi kerak. Endi ko'chani masalan piyoda yo'lagida bo'lish kerakmi, yo'lni yo'lagida bo'lish kerakmi degan savol endi u ko'chani profilidan kelib chiqadi. Agar ko'chamiz kengroq bo'lsa, masalan Toshkentda deyarli barcha ko'chalar keng, asosiy arteriyalar masalan aytadigan bo'lsak, hammasini yo'l qismidan olsa bo'ladi, bemalol ajratsa bo'ladi. Hattoki 2,5 metrdan ikki tomondan ajratsa bo'ladigan darajada yo'llarimiz keng. Agar kichik mahalliy ko'chalar bo'lsa, u yerlarda endi trotuarga qo'yish mumkin. Bu faqat o'sha nima desam ekan, sharoitdan, ya'ni ko'chani kesimiga qaraganimizda jamoat transporti, avtomobil, piyoda va velosipedlarni umumiy hisoblaganimizda shundan kelib chiqib foizga masalan bo'lib chiqarishimiz mumkin. O'shunda masalan ajrata olamizmi yoki balkim oddiy kurslarnik bilan ajrata olamiz yoki umuman masofa bo'lmasa unda iloji yo'q, nima deydi? Yonma-yon bo'lishi kerak unda. Endi odamlar alohida bo'lsa yaxshida baribir, chunki men ko'p nimalarga borganman, Dubay, Qatarlarda ham qilingan, ko'rganman, shu narsa ajratilganda bu narsa endi katta oqim bor joyda ajratilishi zarur, chunki u yerda xohlasangiz xohlamasangiz harakat ko'p bo'ladi va aytganda konflikt nuqtalari kamroq bo'lishi kerak. O'zi shaharsozlikda shularni hammasini hisoblaydigan qanaqa programmalar bor-ku, to'g'rimi? Ko'rib oqimni hisoblab. Hozir bor, modellashtirish programmalari ko'p. PTM yoki undan boshqa yana bir nechalari bor. Faqat bizda uni ishlatayotganda asosan faqat mashinani o'tkazishiga e'tibor berib modellashtiriladi. Ya'ni lekin unda ichida hammasi bor. Piyoda ham bor, velosipedlar ham bor. Ularni modellashtirishingiz mumkin demoqchiman oqim bo'yicha. Yana jamoat transportiga qaytaylik. Toshkentda bir paytlar masalan metro tarmog'i masalan kengaytirilyapti. Hozir bugun bitta xabar chiqdi. Twitterga yozib ko'rgan bo'lsangiz, Dubay amiri o'sha Dubay amiri Al Maktoum 49 kilometrli oltin liniyani ishga tushiryapti ekan, yangi metro tarmog'i. Bu Dubayda metrosi bilsangiz yer usti liniyasi, biz Toshkentga o'xshagan. Bu yer ostidan bo'lar ekan hammasi. 49 kilometr nechtadir stansiya bor dedi. Toshkentda ham masalan metro liniyasi ko'payapti. Men yaqinda Istanbulga borib keldim. Umuman Turkiyaning katta shaharlarining hammasida Izmir deysizmi, Bursa deysizmi yoki Konya deysizmi, o'sha tramvay tarmog'iga havas qilaman nima ular o'zi metroga o'xshaydi-yu. O'sha tramvayda nimaga tiklamaydi bizda? Chunki o'sha mashina ham yuraverar ekanda, masalan o'sha liniyadan kerak bo'lsa, zarurat bo'lsa, tramvay yo'q paytda Samarqandda shunaqa-yu. Mashina yo'lda o'rtasidan boshqa payt mashinalar yaxshi yechim qilinganda o'sha ham masalan zarurat bo'lganda tramvay bo'lmaganda mashina ham foydalanish mumkin, mashina ham burilishi mumkin, ikkovi birgalikda yoki BRT liniya qilish mumkin, faqat avtobus bilan tramvay yuradi. Shunaqa bizda shu tramvay masalasiga men endi trolleybus demayman, trolleybus hozir endi juda bir no'ng'ay transport turi bo'lib qoldi va elektrobuslar bor, uni o'rnini bosyapti deb o'ylayman bemalol. Lekin tramvay markaziy ko'chalarga kerak deb o'ylayman, Toshkentga ham, Samarqandga ham. Boshqa shaharni bilmadim endi. Shu masalada o'xshayapti. Sizni fikringizni bilmoqchi edim. Men bir chet ellik bir shunaqasiga o'xshagan urbanist qiz bilan gaplashgandim, germaniyalik. Shu masalani o'rgangani kelgan ekan, mendan intervyu oldi. U juda qimmat, shuni bilasizmi dedi.
sizlar har bir o'sha tramvay vagoni 3 million yevro turadi dedi. Qimmatlik qiladi sizlarga deb aytganda shunaqa tushuntirgandi. U demak ozgina o'rgangan, siz ham shunaqa fikrdamisiz yo'q qanday bu ha, bo'yicha? trolleybusga uncha qo'shilmayman. Trolleybus ham aslida elektrobusdan ham yaxshiroq transport, uzoqroqqa yaraydigan transport. Ya'ni elektrobusni masalan ishlatadigan bo'lsak, u masalan batareyasi 10 yildan keyin almashtirishga to'g'ri keladi, ya'ni uni utilizatsiya qilish kerak. Utilizatsiyasi O'zbekistonda yo'q. Uni faqat Xitoyda qilinadi. Ya'ni o'sha olingan kompaniya o'zlari bu bilan shug'ullanishi kerak. Bu ham pul, ya'ni umri ham unaqa uzoq emas elektrobuslarni. Ya'ni hozir masalan ozgina moda bo'lgan elektrobuslar hozir hamma joyda sotilib olinyapti. Ko'plab dunyo shaharlarida uchratishimiz mumkin. Endi asosan Xitoy zavodlariniki. Trolleybus bu borada masalan o'zini yo'li bor, endi albatta simi bor, lekin agar uni ham aql bilan loyihalashtiriladigan bo'lsa, elektrobusdan ancha foydaliroq. Yana bitta narsa aytish kerak, transport turini qaysidir yo'nalishga qo'yishda u faqat tramvay desam noto'g'ri, chunki bu yerda ham o'sha ko'chani moslashuviga qarab, yo'nalishga qarab, unga loyiq, masalan, unga mos bo'lgan transport belgilanadi. Aytaylik, qaysidir yo'nalishlarda radiusda 500 metr radiusini oladigan bo'lsak yoki 1 kilometr radiusda katta zichlikdagi aholilar yashaydi. Bunaqa zichlikda bo'lsa, masalan, soatiga katta miqdordagi odam olib ketish kerak bo'lsa, eng muqobil yechim bu yerda metro bo'lishi mumkin. Endi Osiyo davlatlarini, shaharlarni oladigan bo'lsak, endi bizda ko'p aholi soni Osiyo shaharlarida ko'p. Bunaqa shaharlarda balkim metro ham qaysidir shaharlarda bu o'zini oqlaydi. Ya'ni oqim katta. Undan keyin masalan tramvay ham ikkinchi o'rinda, endi masalan tramvay olish mumkin. Ya'ni hozirgi zamonaviy tramvaylar bemalol deyarli metroni ham o'rnini bosa oladigan darajada bo'lib ketdi, chunki u ham katta miqdordagi aholini tashiy oladi. Shu zichlikdan kelib chiqib, aholi sonidan kelib chiqib, mana shunga tranzitga moslab transport turi belgilanadi, ya'ni. Endi Toshkentda ko'chalar juda keng qilingan, tramvay uchun bemalol o'sha qadimda ham bo'lgan-ku, endi oldin necha yil oldin olib tashlanishidan oldin. Shu narsani tiklab qilsa bo'ladi degan haligim ilinjim bor-da, umidim. Toshkentda bemalol qilsa bo'ladi. Misol boshqa transport oqimlarini nimasini cheklab deyman. Biz odamlarda endi Twitterda ham ko'p tortishamiz, o'zingiz ham guvoh qilasiz, ko'rib turasiz. Shunaqa fikrdagi odamlar ko'pda. Mashina sig'mayaptimi, ko'chani kengaytirish kerak. Mashina ko'chaga sig'may ketdimi, yana qo'shimcha palasalar qilish kerak. Iloji bo'lsa, o'zi Toshkentda qilib bo'lmaydi. Daraxtlarga borib taralib qolgan, hammasi qaysi Chilonzorda ham o'sha daraxtlarni tomirlarigacha kesib ko'cha kengaytirildi yaqinda. Shunaqa narsa ko'chani kengaytirish uchun daraxt kesish kerak-da. Endi bu oldin qilingan xato, bunga qaytib yo'l qo'ymaydi deb men ishonaman. Lekin ko'chani kengaytirish ko'p odamlar joyini kesib qo'yib yuboradi. Masalan, shaharlarda, hamma joyda ko'chani kengaytirish, shaharlarda ayniqsa, bu ko'chalarda tirbandlik, ya'ni probkani yo'q bo'lib ketishini ketishiga sabab bo'lmaydi. Naborot, probkani kuchaytiradi. Shu tomonni bir mutaxassis sifatida tushuntirib bering, nima uchun mana shu probkani kuchaytiradi? Endi bu masalan hozirgi kunda endi masalan buni tan olmaslik ozgina noto'g'ri bo'ladi, chunki bu ko'plab ilmiy masalan yo'qlamalar, ilmiy tomondan ham ko'p izlanishlar orqali biz fanga ma'lum, ya'ni bilamizki, ko'cha qanchalik masalan kengaysa, ya'ni palasalar qancha kengaysa, unga talab shuncha ko'payadi. Ya'ni yo'lni qancha kengaytirganimiz sari bu ko'chaga talabni ham oshiramiz. Ya'ni agarda masalan mana bu aytaylik условно Alisher Navoiy ko'chasida 8 polasa qilmoqchimiz, trafik hozir nima desam ekan, probka bo'lib qolyapti, tirbandlikni oldini olish maqsadida mashinalarni o'tkazuvchanligini oshiramiz degan qanaqadir loyiha qilinsa, u yerda ertami kechmi 1 yil o'tmasdan, ya'ni 2 yil o'tmasdan yana o'sha yer
tirbandlikka duch kelib turaveradi, chunki haligi sun'iy ravishda talabning oshirilishi, ya'ni induced demand degan anaqa bor, termin bo'lsa, sun'iy ravishda talab oshiriladi. O'shuning uchun bu narsa shaharsozlik tomonidan o'ylab qaralganda o'zini oqlamaydi va noto'g'ri qarash hisoblanadi. Chunki mana bu 8 polosamiz baribir oxiri borib qaysidir 4 polosali ko'chaga borib uriladi va o'sha oqim o'sha yerda yana tiqilib haligi shishani bo'g'zi deganda narsa. Shishani bo'g'ziga o'xshagan narsani hosil qilaveradi. Ya'ni tiqilib o'sha yerga borib urilaveradi. Bu yerda shuning uchun yechim deb aytiladi, muqobil boshqa variantlar berish. Bu jamoat transporti, masalan, avtobus, tramvay, trolleybus, metro bo'lsin. Mana shu avtomobillardagi katta miqdordagi odamlarni o'sha boshqa transport turiga o'tkazish. Yoki masalan, shaharni ham shunaqa rejalashtiriladi. Hatto eski vaqtlarda ham bo'lgan. Bu masalan mikrokvartalda oladigan bo'lsak, bu o'rtasida poliklinika yoki bog'cha, maktab, yaqin atrofida gipermarket, unaqa univermag va yashash joylari, barcha davlat idoralari atroflarida bo'lgan. Ya'ni piyoda borsa bo'ladigan hududlar. 15 daqiqalik shahar konseptiga yaqin narsa. Hozir ham xuddi shu narsa qilinadi. Ertaga masalan odamlar bolasini ko'tarib bog'chani shaharni ikkinchi chekkasiga borib, u ham bitta tirbandlik keltirib chiqaradigan sabab bo'lmasligi uchun mana shu atrof yaqinida qilinishi ham bu mana shu tirbandlikni oldini olish yana bitta misollari bo'ladi. Otabek Bakirov shu narsani yozdi, hozir bog'chalarda aytyapsiz. Toshkentdagi tirbandlikni eng katta keltirib chiqayotgan ertalab va kechqurungi o'sha tig'iz vaqtlarda shu odamlar bolasini maktabga, bog'chaga olib borish mashinada olib boradi, chunki o'zini mikro hududidagi bog'chaga bermaydi, boshqa joyi yo'q, yo yerdagi talabga javob bermaydi. Umuman boshqa joydagi yo elitni maktabga olib borgan, yo boshqa davlat maktabiga olib borib qo'yish uchun hamma ko'chaga chiqadi. Toshkentda eng katta tirbandlik sababi shu bo'lyapti. Buning isboti sifatida shu dam olish kunlari, bayram kunlari tirbandlik yo'q bo'lib qolishi keltiriladi. Endi bu yerda masalan bo'shab qoldi-yu, hammasiga aybdor odamlar ekan yoki bog'chalarni yoki universitet ekan aybdor, universitet tashqariga chiqarish kerak degan qarash ham ozgina noto'g'ri bo'lib qoladi. Bu yerda muammo aynan o'sha tizim orqali bu narsalarni yechish kerak. Universitetlar emas, bu yerda endi o'sha eng katta sabab bu oliy o'quv yurtlari emas, bu o'sha yetarli bog'cha, boshqalar maktablar bilasiz endi, o'quvchilik o'rinlari Toshkentda 300 mingdan maktablar bor ekan, eshitib og'zim ochilib qoldi. Mana shunaqada. Shaharsozlik muammosi bu ham, ya'ni haligi jamoat transportini faqat nima desam ekan, ta'lim tizimiga qarashli narsa. Ya'ni biz yillar davomida shaharlar masalan ma'lum bir hududda turar joylar keskin oshib boryapti. Ya'ni u yerda kilometr kvadratiga hisoblaydigan bo'lsak, zichlikda masalan oldin 6000 yoki 4000 odam yashagan bo'lsa, hozir u yerda 16000 yoki 19000 gacha yoki undan ham oshiq bo'lib ketgan hududlar bor. Lekin bu yil masalan masofasida qaraydigan bo'lsak, 30 yil masofasida qaraydigan bo'lsak, unga mutanosib boshqa maktab, bog'cha yoki teng ravishda bosimga qarab ko'tarilib yoki ko'proq qurilib borilmadi. Ya'ni ular o'zgarmayapti deyarli. Qarang, hozir men keyingi mavzuga o'tmoqchiman. O'zingiz sekin gapni olib kelib berdingiz shu narsaga. Va siz ham yozdingiz, bu narsani mana o'qib qoldim. Shu Bekzod Hoshimovning gapi, birinchi Bekzod Hoshimov Kunuzga bergan, podkastda bergan intervyusida biz yana 10-15 million odamlarni qishloqlardan shaharlarga olib kelishimiz kerak degan gapni aytdi. Masalan, Toshkentda o'zi norasmiy nimalarga ko'ra bir 5 milliondan ziyod haligi bor, aholi bor hozir. Faol yerda yashab kuniga kirib chiqib turadigan. Masalan, va bu o'zidan qarangda endi katta millioner shaharlar vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Buni iqtisodchida, iqtisodiy nuqtai nazardan aytdi-da. Chunki buni haligisi bor, o'sha chunki qishloq xo'jaligi bilan tushuntirdi. Biz qishloq xo'jaligi past daromadli soha, juda ko'p odam band u bilan.
Masalan, hozir shu bandligidan hamma bir narsa ekkandan piyozni narxi tushib ketibdi. Bugun bu narsa ham masalan haligi bo'ldi-da, chunki o'sha intervyuda keltirgan Daniyada borig'i 1%, 2% odam butun Yevropani sut bilan ta'minlaydi deb misollar chiroyli keltirgan. Bizda ham shu texnologiyalardan boshqalardan foydalanib odamlar bu yerga kelish kerak, bir shaharlashish kerak, shahardagi xizmat sohasiga kirish kerak deb tushuntirdi. Lekin shaharlarda odamni o'sha qishloqdagi odamlar ko'chib kelmagan taqdirda ham bu yerda odamlarning ko'payishi hisobiga aholi yildan yilga oshib boryapti. Toshkentdan nisbatan sekinroq edi shaharlarda. Samarqandda ham masalan 390 ming edi bir paytlar aholisi, bilamanda shu 390-380 ming, hozir 700 mingga yaqinlashyapti. Hali bu atrofdagi aglomeratsiyani hisobga olmaganda boya Samarqand tumanini. O'z-o'zidan hozir shunaqa narsa bo'lyapti, ko'p blogerlarimiz ham hukumatdan ham qarorlar chiqyapti. Shaharda eniga o'stirib bo'lmaydi. Yuqoriga o'stirish kerak, demak, ko'p qavatli uylar qurish kerak. Masalan, qo'llab-quvvatlaysizmi shu narsani? Albatta, Behzod Qosimov edi, menimcha shahar so'z tomonidan qarab aytilganda juda to'g'ri gap aytdi. Ya'ni faqat bu yerda 15 million faqat Toshkentga emas, endi umuman bo'lish kerak. Endi viloyat markazlari bor, masalan, katta Qo'qonga o'xshagan viloyat markazi bo'lmagan shaharlarimiz bor. Shularni ham nazarga tutib. Bularga tarqalamiz. Ikkinchidan, shaharlarda qancha odam ko'p bo'lsa, masalan, bu yerda yana bitta tomoni bor. Barcha biz shaharlarimiz ko'paygan sari qishloqda tarqoq yashash, kichik sputniklar bo'lib undan ko'ra bitta shaharlashish davlat uchun ham bu foydaliroq. Chunki masalan infratuzilmaga ketadigan xarajatlar, boshqa xarajatlar va iqtisodni ko'tarish uchun ham mana bu odamlar bir joyda yashashi bu foydaliroq. Yoki masalan uzun kilometrlab qanaqadir yo'l tortib yoki gaz, suv, boshqa narsani tortishdan ko'ra bitta joyda o'sha aholini jamlab, o'sha davlat tomonidan moliyalashtirib deysiz. Katta xarajatdan ham masalan ekonom qilinadi bu yerda. Ikkinchidan, shahar ichida odam qancha ko'p bo'lsa, bu masalan transportga ham, iqtisodga ham har tomonlama bu foydaliroq. Chunki masalan shaharda bilamiz, masalan bayram kunlari Toshkent bo'shab qoladi-yu. Hamma ko'pchilik viloyatga ketadi. Bo'shab qolganda hech bo'lganmiz Toshkentda. Demak, o'zim ham ketaman-da. O'zingiz ketasiz. Ha, agar bo'lgan bo'lsangiz bir g'alati kartina bo'ladi. Bu shahar bo'shab qoladi. Tijorat ham bir tuzi yurmaydi. Chunki agar mana shunday holatda Toshkent bilmadim, yarim yil yashab ko'rsin, bu odamlar mana shu Toshkentni iqtisodini ko'tarib turgan ham mana shu odamlar. Ya'ni shaharga kelib, mana shu yerda uzoq hududlarda ishlayotganlar. Ishlab va mana shu iqtisodni ko'tarayotgan ham mana shu odamlar. Odam bo'lmasa bu shahar ham bo'lmaydi. Shahar odam bilan-da. Ha, shahar odam bilan. O'zi shahar insoniyat yaratgan eng nima desam ekan, qiziq, yaxshi topilgan, o'ylab topilgan narsalardan. Fenomendek. Ha. Chunki aynan mana shu shahar orqali iqtisodlar o'zini tiklab turishi mumkin va qanaqa desam ekan, masalan insoniyat uzun tarixi mobaynida biz mana shu joyga yetib keldik. Ya'ni eng yaxshi o'ylab ishlab topilgan tizim desa ham bo'ladi shaharni. Endi meni bu narsada tashlantirayotgan bitta narsa yaxshi, masalan shaharlarimiz anaqa qolib ketdi, zich tepaga o'sishimiz kerak degan savol. Men shuni savollar aytmoqchiman-da, o'sha tepaga bu shaharlardan kelishi, men shu narsani yana boshqatdan bermoqchi edim sizga. Kelyapti qishloqlarda aytganingizda, shaharlarimiz yana Toshkent aytaylik, katta megapolis bo'lib ketsin, 7-8-9 million odam yashaydigan Tehronga o'xshagan, Istanbulga o'xshaydi. Bu yaxshi, lekin tepaga qarab o'sish kerak. Bu ham yana o'sha muammolarni keltirib chiqadi-da. O'sha maktab qurish kerak bo'ladi, chunki kelgan odamlar bolasi bor, to'g'rimi? Maktab, bog'cha qurish kerak, poliklinika qurish kerak bo'ladi. Tepaga qarab hozir masalan renovatsiya ham qabul qilinyapti. Masalan 5 qavat, 2 qavat eski sovet vaqtida qurilgan binolarda shu atrofda mikroxudda aytaylik 2000 odam turgan bo'lsa, mahallada u osmono'par binolar qurib, endi renovatsiyada aytilyapti, o'rtada katta parklar bo'ladi, boshqa bo'ladi deb. Lekin ijtimoiy obyektlar ham kerak-da baribir. Ana unga ham yuklama tushadi o'z-o'zidan, infrastrukturaga, tok bor, beradi, suvi bor. Endi gaz bilmadim, endi bermasa kerak. Endi yangi quriladigan uylarga shu jihatdan olganda-da. Hozir
qarang, vertikal o'sish deganda ozgina bizda noto'g'ri tushuncha ham bo'lib qolyapti. Vertikal o'sish deganda masalan Dubay yoki Nyu-York, Tokio osmono'par binolar tasavvur qilishyapti. Menimcha bu ozgina noto'g'riroq yo'nalish bo'lardi. Mening o'ylashimcha, shaharsoz sifatida aytadigan bo'lsam, menimcha vertikal deganda masalan hozir bizda asosiy necha foiz? 50% dan ko'p qismi shaharda bir qavatli deylik mahallalardan iborat. Bu zichllik bu yerda eng past hisoblanadi. Kamiga yoz kunida ham issiqlik orolida masalan xaritaga qaraydigan bo'lsak, issiqlik orolchalari aynan mana shu bir qavatli mahallalarga to'g'ri keladi. Chunki o'simliklar kam edi. Ha, kam. Nima yo'q, daraxt yo'q. Daraxt qarasangiz, oppoq shifer bo'lyapti-da. Oldin bo'lgan hovlilar bo'lgan vaqtida. Hozirgi holatda hamma yo daraxtni olib tashlab gazon qiladi yoki ko'chada masalan oldin daraxtlar bo'lgan bo'lsa, kesib tashlab parkovkaga joy olingan. Shuni hisobiga mahallalar qurgan, daraxtlar, o'simliklar kamaygan va zichlik past u yerda. O'zi renovatsiya degani menga ham muxlislarimizga ham tushuntirib bersangiz, shunga bir aniqlik kirib ketaylik. O'sha hovlilarga ham tegishiladimi bu yerda yoki o'sha vaqtida Sovet Ittifoqi vaqtida qurilgan 2 qavatli, 3 qavatli binolar borku, juda o'zini yashab bo'lgan deydi-ku, umrini o'tab bo'lgan. Hozirgi bosh plandagi aynan renovatsiya hududi bu asosan o'sha avariya holatdagi hududlarga to'g'ri kelyapti. Balkim boshqa hududlar ham bor edi. Umuman renovatsiyada masalan o'sha hududni qayta shakllantirish, ya'ni o'rniga, ya'ni boshqatdan quriladi. Bu hudud boshqatdan buziladi, yangidan quriladi. Ya'ni hozir gemplanga qaraydigan bo'lsak, yerda 3 ta zona bor. Renovatsiya bor, rekonstruksiya bor, restavratsiya. Anaqa bor. Bu mana eski shahar saqlab qolinadigan hududi, konservatsiya hududi bor. Ya'ni tarixiy hududlar, saqlanib qolinadigan hududlar bor, rekonstruksiya hududlari bor, ya'ni u yerda qayta qurib o'sha joyni ko'chadan kengaytirilishi mumkin. Renovatsiya hozirgi yoki yana boshqacha nom bilan atashyapti. Masalan, ruslardan kirgan anaqa KTR deydi, kompleks hududni kompleks rivojlantirish. Ya'ni o'sha hudud, siz aytgan avariyli holatdagi hududlar 2 qavatli eski bino vaqtinchalik qurilgan binolar o'rnida yangidan zichlik yuqori bo'lgan binolarni qurish. Xullas, Farhod Fayzullayev degan nimamiz bor, do'stimiz, Kanadada yashaydi. Siz aytgan narsada o'sha uy kottej oldi-yu, ko'rdingizmi nimada qilganini o'sha ba'zida kuzatib turaman. Albertada joyi aniq. Masalan, men uy oldim, mayerlarda ham hal quriladi deb aytdi. Keyin o'zini uyidan turib qo'shnilarning uyi qanaqa qurilishini u haligi xronometraj sifatida haligi qilib qo'ydi. Haqiqatan hamma infrastruktura kelgan, даже maktablargacha qurilgan. Kimdir shu yerda uchastkani sotib oldi va unga o'sha developer qurib beryapti uyni, tasavvur qiling. O'sha lekin aytganingizda infrastruktura hammasi borgan. O'shaga svet deydimi, svetlar-ku bir nechta haligi kompaniya kelarkan, mendan ular unaqada, endi ularda boshqachada. Bizda ham shunaqa kunlar kelar. Bu yerda yana bitta sabab bor. Odamlar masalan qaramasdan sotib olishi ham bor, chunki bizda turar joyga bo'lgan talab katta. Juda katta sonli aholimiz ham turar joyga muhtojligi bor. Ya'ni shuncha uy qurilyapti, ketyapti. Hali kam qurilyapti, yetarlicha qurilmayapti. Hali bu kam qurilganimi? Ha, bu kam qurilyapti. Hozir masalan aholi sonini oshishi bilan unga masalan turar joyga muhtoj oilalarni hisoblaganimizda hozirgi qurilayotgan juda kam. O'zbekiston uchun. Bunaqalar, masalan, hamma o'zi yashamaydi, kimlardir investitsiya sifatida sotib olayotganlar ham bor, bularning ichida ijaraga qo'yaman deb, pulim saqlanib tursin deydiganlar ham bor. Shuning uchun ham gurkirab yashnayapti bu haligi developer sohasi, uy-joy qurilishi. Umuman biz odamlar endi qadimdan o'z bekona bir yashash, domda yashamaganmizda endi. Dom deylik, bunday qilib xalqona tilda, xalq tilida aytadigan bo'lsa, shunga ham sekin-sekin ko'rinyapti-da. Masalan, domda asosan boshqa haligi millat vakillari yashardi. O'zbeklar asosan hovlida katta bo'lgan, hovlini ruhiyati degan narsa bor-da, endi Toshkent ham eski shahar qismida. Yoki endi qishloqlarniki qo'yavering endi, hamma hozir endi tuman markazlarida
dom yo'q tuman markazlari bor edi. Hozir hattoki tuman markazlarida 9 qavatli, 12 qavatli uylar qurilyapti. Chunki hammasiga o'sha gapirgan narsamiz yuqori qarab o'sish kerak. Siz aytgandek juda katta ehtiyoj bor, yosh oilalar boshqa. O'shuning uchun ham masalan biz aralash funksiyali qurilishga o'tganimiz ma'qul bo'lardi. Masalan, hozirgi aytaylik renovatsiya hududi ham bo'lsin, u yerda turli funksiyali masalan turdagi uylarni qurishimiz kerak. Ya'ni bizda hali dunyo shaharlarida mavjud bo'lgan ko'plab turdagi uylar bizda hali mavjud emas. Masalan, oddiy arenda masalan uylarni oladigan bo'lsak, ijara uylar masalan, u yerdan siz masalan studiya bo'lishi mumkin. Bundan shularni aytyapsiz. Studiya bo'lishi mumkin. Masalan, bitta developer qurgan uy bu faqat ijaraga beriladi. Endi sotib ola olmaysiz. Ya'ni qaysidir bu masalan hozirgidek bizdagi masalan garantiyasi yo'q ijara emas. Ko'proq muddatga ola olasiz va u yerda masalan o'zining talablari bo'ladi. Bu hamma mebel bilan, hamma narsa bilan ichi ta'mirlangan, to'liq holda topshirasiz. To'liq holda topshiriladi. Siz u yerda masalan ijaraga olib yashashingiz mumkin. Bunaqa turdagi uylar bizda yo'q yoki ijtimoiy uylar juda kam yoki deyarli yo'q. Masalan, ijtimoiy uylar ham davlatning qaramog'ida bo'ladi, o'sha qaramog'ida bo'ladi. Ha, u yerda masalan qariyalar uyi bo'lishi mumkin. U yerda ko'proq qariyalar yashashi mumkin. Endi xohlaymizmi yo'qmi, shaharda aholi ko'p bo'ladi va turli variantdagi uylar bo'lishi kerak. Masalan, bitta hududni oladigan bo'lsak, o'sha hududda har xil variantdan uy ola olishi kerak odam. Ya'ni siz hovlida yashamoqchimisiz va masalan odam cho'ntagi ko'taradimi, u yerda balkim o'sha bitta masalan 1 kvartalni oladigan bo'lsak, kilometrli masalan u yerda masalan kottedj ham bo'lsin, bir nechta u yerda town house'lar bo'lsin va o'rta qavatli binolar va qaysidir burchagida park yoki yashil makonlar va baland qanaqadir dominant uchun qanaqadir uy bo'lsin, balki 16 etajli. Ya'ni variant odam tanlashiga variantlar bo'lishi kerak. Masalan, aytaylik, mana bu hududda faqat masalan premium, luxury har qanaqa quriladigan bo'lsa, u yerda boshqa aholi ketib qoladi. Ya'ni o'rtahollar sekin chekinadi. Ketib qoladi. Ha. Endi balkim bu bozor iqtisodiyotida ozgina ishlash qiyin deyilishi ham mumkin. Iqtisodchilar buni oqlamasligi mumkin. Baribir menimcha biz shaharlarni yaxshilashda mana shunaqa yo'nalishni ham bir ko'rishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki hozirgi holatda boshqa shaharlarni ko'radigan bo'lsak, masalan New York yoki boshqa shaharlarni, u yerlarda masalan keskin tabaqalanishda katta farqlar bor. Ya'ni albatta New Yorkda xohlagan odam yashashi mumkin. Eng kambag'al ham, eng boy ham qanaqadir joyini topadi, lekin New York juda katta shahar. Masalan, markaz hududlarida u yerda deyarli oddiy aholi uchun yashashga deyarli sharoit yo'q. Yoki u yerdagi masalan osmono'par binolari Manhattan esimdan chiqdi hududlarda masalan 5-avenyumi nima deydi? Ha, o'sha hududlarda masalan odamlar u yerda deyarli yashamaydi. Va hammasi faqat sotuv uchun yo'q, ofis ijarada. Apartamentda faqat sotuv uchun qo'yiladi. Ularga investitsiyada chunki. Ha, investitsiya. Ya'ni u yerda odam ham yashamaydi. Ya'ni kechki hayot u yerda kechki hayot desam, New York endi bu yerda jonliroq. Masalan, boshqa joydan oladigan bo'lsak, u yerda masalan kechki vaqtda odam ham yashamaydi. Yoki masalan faqat ofis bo'ladigan hudud bo'lsa ham, bu yerda ham odam yashamaydi. Hozir ozgina chalg'idim. Aytadigan narsa, masalan, bitta ma'lum bir hududda biz turli xil takliflarni berishimiz kerak. Barcha toifa insonlarni qamrab olish kerak deysiz, jamiyatning barcha ishtirokchilari. Ha, shuni mix qilishimiz kerak demoqchiman. Ya'ni aralashtirishimiz kerak. Ya'ni masalan boy tabaqa odamni bolasi bilan boshqa odamni masalan o'rta miyona yoki undan masalan sharoiti qiyin bo'lgan oilaning ham bolalari bir-biri bilan o'ynay olishi kerak degan bunaqa aytaman. Ya'ni bu ozgina utopiyaga o'xshab tuyulishi mumkin va bilmadim, hali bunga yechim ham uncha ko'p emas. Hozirgi zamonaviy dunyoda biz ideal deb gapiryapsiz-da, idealda shunaqa bo'lishi kerak. Yechim ko'p emas, lekin mana shunga o'xshagan yechimlarni biz izlab qidirib amalda qanaqadir yo'llarni qidirishimiz kerak.
Iskandar, sal haligi vaqtimiz ham ozroq qolyapti. Men buni so'ramasam bo'lmaydi. Mana shu shaharlarimizda keyingi paytlar o'zingiz ham ko'p muhokamaga olib chiqqan masalangiz mana shu yo'llar, tunnellar masalasi. Masalan, Buyuk Ipak yo'li chorrahasida, Toshkent shahridagi o'sha Buyuk Ipak yo'li metrosi chorrahasidagi ko'prik ancha rezonans berdi. Men o'zim ham o'sha taqdimotiga bordim Toshkent shahar hokimligida, savolimni berdim. Shaxsan menga yoqqani yo'q. Ayrimlarga juda ko'pchilikka haligi yoqmadi bu loyiha, qilinayotgan loyiha. Siz ham ozroq tanqid qilib chiqdingiz va eng qizig'iki siz o'zingizni muqobil bir variantingizni ham taqdim qildingiz. O'sha chorrahada harakatni tartibga solish. Menga yoqmagan tarafi endi Samarqandda 3ta ko'prik qurildi, tunnel. Men o'zim tirik guvohman-da bu narsa. Ayniqsa mana shu Samarqand Oxunboboyev ko'chasi qurilganda endi katta tirbandliklarning oldini olinishi umid qilingandi. Baribir yerda svetofor bilan boshqarilyapti mana chorraha. Lekin haqiqatdan ham shu ko'p maqolalarda ta'kidlanadi. Tirbandlikni, ya'ni probkani keyingi chorrahagacha ko'chirdi shu narsa. Bu aniq edi. Shunaqa bo'lishi mutaxassislar shunaqa bo'ladi deb aytsa ishonmay qildi. Hozir masalan o'sha Dahbet ko'chasi bor, Shohizinda tarafga ketadigan ko'chadan probka bo'ladi, o'sha tunnelning ichida ham probka turadi-da, unday bu. Hozir sizga bitta video ko'rsatdim. Eng so'nggi qurilgani shu Oltin Samarqand oldida qurilgan. Turibdi, tunnelning ichigacha probka bo'lib turibdi. Chunki bu tomonni hali taqlamagan. O'zlaricha yo'lni buzib bir narsa qilamiz deyapti. Yo'q, baribir hech narsa qila olmaydi-da. Chunki tabiat qonuni ishlaydi-da o'ziga. Sizni nazdingizda nimaga bizni chinovniklarimiz buncha ko'prik bilan mashinani birinchi navbatda o'ylaydi? Masalan, o'sha Buyuk Ipak yo'li chorrahasidagi nimada menga eng yoqmagan narsa, men savolimda ham aytdim, masalan, piyodalar uchun hech narsa ko'zda tutilmagan. Faqat mashinalarni tez nechadir foizga tezroq o'tkazib yuborish, tamom, shu bilan maqtanyapti-da o'sha kuni. Men bu e'tirozimni bildirdim mana shu masala bo'yicha. O'shada o'ylayman, endi bilmayman nimani o'ylashadi. Chunki faqat loyiha boshlanayotganda aslida endi asosiy maqsad avtomobil o'tkazuvchanligi bo'lib qolgani uchun ham ozgina noto'g'riroqda. Ya'ni masalan, bilmadim, qanaqa China construction bo'ladi. To'g'ri aytyapsiz, yutuqli sifatida faqat avtomobillarning o'tkazuvchanligi mana unchaga oshadi. Biron joyda yoqadi, quloqqa ham yoqadi, ya'ni tez probka bo'lmas ekan. Ikkinchidan, avtomobil haydovchilarini ovozi ozgina balandroq bizda. Lekin aholiga masalan nisbatida qaraganimizda piyodalar soni ko'proq, ya'ni va boshqa jamoat transportida yuradigan 10 kishidan bitta haydovchi, 9 tasi piyoda, shundaymi? Lekin ularning ovozi baland va ularga yoqadi va ular masalan nimadir muammo bo'lganda baqirib chiqa oladi, gapira oladi. Bu yerda asosiy urg'u ham aynan o'tkazuvchanlikka bo'lgani uchun, ya'ni masalan China Construction bo'ladimi yoki boshqa kompaniya bo'ladimi, bularga masalan boshida tezi berilayotganda menga mana bu yerda mashinani o'tkazuvchanligini ko'paytirib ber deb berilayotgani ham noto'g'ri-da. Agarda bularga ham masalan boshidan mana bu ko'chani odamlarga qulay o'tkazuvchanligini oshiradigan qilib ber desa, menimcha boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni analiz sal kattaroq bo'lishi kerak. Bo'lib ham Buyuk Ipak yo'li chorrahasi sal shahardagi Chilonzor, ya'ni boshqa ko'chalarga, chorrahalarga o'xshagan eng gavjum jonli chorrahalardan bittasida va piyoda oqimi ham o'ta katta. Avtomobildan bir necha barobar katta. Atrofda domlarda odam yashaydi. Domlar kamiga shahar tashqarisidan kiradigan oqim ham katta u yerda. Ya'ni aynan mana shu yerdan kelib persadka qilib boshqa shaharga tarqala hududlarga tarqalgan hududlar. Bo'lgani uchun ham bu yer ozgina gavjumroq hudud. Ya'ni ozgina emas, juda gavjum hudud. Balkim kelajakda Shibuya anaqasiga o'xshagan joy ham bo'ladi. Ya'ni bunaqa hududda avtomobil emas, ko'chani, piyodalarni, umuman odamlarni o'tkazuvchanligini hisoblash kerak. Ya'ni bu o'shanda menimcha to'g'riroq bo'ladi. Hozirgi holatda qanaqa kartina? Hozirgi holatda masalan ko'chani kesimida qaraydigan bo'lsak, 80% dan oshiq hududda avtomobil ekanlaydi. Avtomobilli hududi. Yashil hududlar ham bundan kam. Piyodalarga bor yo'g'i 10% ham emas. Ya'ni bu juda kam. Bunaqa katta oqimli hududda piyodalar hududi kengroq bo'lishi kerak. Jamoat transportiga hudud bo'lishi kerak, velosipedga hudud bo'lishi kerak. Masalan, bu iqtisodga ham foydali. Masalan,
u yerda yana yashil hududlar bor. Agar konseptni ko'rgan bo'lsangiz, hozir umuman foydasiz reshotkalar bilan o'ralgan umuman birov kirgizilmaydi. U yerda faqat e'tibor qilar ekan, shunaqa hudud bo'lib qolgan. Ya'ni uni foydalanishimiz kerak. Masalan, ekopark yoki boshqa bog'larni bilamiz. Hozirgi holatda odam kirsiz, yerda o'tirgan joyi yo'qda, hamma joyda odam o'tiradi. Hattoki Yapon bog'i pulli bo'lishiga qaramay, u yer ham odam to'la. U yerda ham o'tiradi. Yetishmovchiligidan yashil hududlar yetishmayapti. Ya'ni mana shunday hududlardan biz foydalanishimiz kerak. Ya'ni Chorrahadagi katta 3 gektarga yaqin hudud bor adashmasam, yashil hududga aylantirsa bo'ladi. Bemalol park qilsa bo'ladi. Odamlar tijorat yuradi u yerda. Agar masalan odamlarga moslab qilinadigan bo'lsa, yer yuzidan qulayroq qilinsa, masalan yer ostidan o'tish bu sog'lom odamlar balki o'tib ketar, lekin masalan imkoniyati cheklanganlar, masalan kolyaskada bolalarini haydab yurgan ota-onalar bo'lsin yoki qariyalar yoki nogironlar bo'lsin, bular uchun juda qiyin yo'lni kesib o'tish. Shuning uchun uni dublировать qilib yo'l yuzidan ham imkoniyat berish kerak odamlar o'tishiga. Men loyihangizni suratini qo'yib ketaman, bergan alternativ muqobil loyihangizni. O'sha yerda siznikida aytaylik, bizda avtomobilistlarimiz va yoki chinorliklarimiz qiynayotgan masala avtomobillarni o'tkazuvchanligi qanday? Unga umid e'tibor bermagansiz birinchi? Siz hisob kitob qilgansiz baribir. Ularni hozirgi real nimasidan baribir oshganmi yo o'sha hech bo'lmasa o'sha darajada turibdimi yo'qmi? Sizni loyihangiz. Hozirgi holatda men loyihamdami? Sizni loyihangizda. Men loyihamda qarang, bu yerda men ko'proq o'tkazuvchanlikka e'tibor berganman. Bu yerda biz mana bu aytdim, yuqorida aytdim. Svetofor bilan tartibga solgansiz-da. Svetofor bu yerda endi qanaqa? Men makro miqyosida qaralish kerak. Shaharga faqat bitta nuqta Buyuk Ipak yo'lini to'g'rilagan bilan bu foyda bermaydi. Bu yerda shahar umumiy transport master plani, ya'ni ishlab chiqiladi, hisoblanadi va mana bu aytayotganimiz hozir 5 ga 5 yoki 4+4 bo'lsa, biz hozir uni 3 ta yoki 2 ta polasa qiladigan bo'lsak, avtomobillarga 3 ta polasa berdik deylik, 3+3 qolgan polasalardagi masalan odamlar jamoat transportiga o'tirish kerak yoki boshqa muqobil transport turiga o'tish kerak. Ya'ni bu yerda mana bu avtomobillar qasr qismi baribir o'tadi boshqa muqobil yechimlar odamlar deyapsiz-da. Ya'ni bu yerda masalan mana bu mashina qay ketadi degan savol bo'ladi, ko'pchilikda bo'lyapti. Bu shunaqa, ya'ni tabiat shunaqa. O'zi masalan siz ertaman turayotganingizda qasr ko'chada probkaligini bilsangiz yoki mana bu ko'chada yo'l kengayganini bilsangiz, o'sha yo'ldan yurasiz. Yoki masalan Shotorushda yo'lda hozir aytganmiz, masalan boshda o'ngga chapgani yo'q qilib qo'yganda mahallalar ichi hali bosimga tushib ketadi deganda o'tkazuvchanlik qilib olamiz deyildi. O'ngga kirishlar yoki boshqaga o'ngga deyman, chapga burilishlar boshqalar yopib tashlanadi-yu. Hozir mahallalar ichi odamlar biladi-da, boradida ichkariga kirib, burilib, qaytib ketishadi. Lekin mahallaning ichi o'zi tirbandlik ichida qolib ketadi. Odam biladi-da, qaydan yo'l bor, qayda boshqani bilgani uchun bitta men emas, unaqa o'ylayotgan. Ya'ni menga o'xshaganlar nechta, hammasi o'sha qarab yuradi. Xuddi shunday men ham ertaman yo'lga ishga borayotganda masalan mashinamda chiqishni o'ylaymanmi? Masalan, agar ish hududimda masalan parkovka yo'q bo'lsa yoki yo'l bo'yida parkovka bor, lekin u pulli bo'lsa, kun bo'yi qo'yishim menga qimmatga tushsa, uydan chiqishdan oldin men ham o'ylayman-da. Masalan, hozir boradigan bo'lsam, mana bu yo'l men shunaqa o'yladim. Men aytyapsiz-da hozir. Probkada turadigan bo'lsam, hozir shuncha vaqtim ketadi. Ishga bordim, joy qidiraman, joy yo'q. Parkovkaga qo'yaman. Bir kunda 100 mingdan oshiq xarajatga tushaman. Menga kerakmi deyman-da. Men jamoat transportidan yuraman. Yo, taksida eng kamida. Ha, taksida yuraman balki. Ya'ni shunday o'ylaydigan odamlar bitta men bo'lmayman. Ya'ni xuddi shu tariqa odamlar kamayadi mana bu ko'chada. U jamoat transporti ham zo'r bo'lish kerak-da, uning uchun kechikmaslik kerak. Kechikadi jamoat transporti. Ertalablari ular ham probkada qolib ketadi bechoralar. Muammo hozir katta. Ya'ni o'shatganda bitta choraqa bilan muammo yechilmaydi. Hozir BRT qilinsa yechim bo'ladimi shu? Masalan, Navoiy ko'chadan BRT qilinsa. Bu BRT degani o'sha avtobuslar uchun yo'lda o'rtasidan ajratilgan yo'lak. Men o'ylayman, BRT balkim ish berish mumkin. Lekin masalan aholi soni ko'paygani sari
BRT ham keyinchalik masalan Shotor Rustaveli ko'chasida yoki boshqa ko'chalarda ko'tara olmay qolishi mumkin va u yerga tramvay yoki muqobil boshqa transport turi qo'yilishga to'g'ri kelishi ham mumkin. Ya'ni hozircha ko'tarsa kerak. Ya'ni aholi unaqa ko'p emas. BRTni ham qandaydir qayerdan o'rganib keldi bular bilmayman. Bular shu o'zimiznikilar boradida xorijiy tajribada Moskvadan bir narsani o'rganib keladi. Yo'q, BRT bu masalan qarang, o'zi paydo bo'lishi qanaqa? Birinchi Turkiyada ko'rdim kecha, Istanbulda bor ekan. Ular metrobus. Ular teskari yurar ekan, buni birinchidan. Eshigi noto'g'ri. Chunki o'rtada bekat o'rtada bo'lishi uchun o'sha teskari yurar ekanda. Masalan, hozir mashina bunaqa ketayotgan bo'lsa, buni yondagi bo'lakda bu yoqqa qarab keladi avtobus. Eshigi bu tomonga ochiladi. Va juda ham katta tezlikda yurar ekan, ular hayron qoldim ko'rib. Keyin ularning ostanovkasi ham uzoqroq. Hozirgidek emas. Toshkentda sal va u shaharning ichida emas, katta shahar ichida emas, va o'sha shahar atrofidagi yo'llar bo'ladi. Masalan, biz Yangi O'zbekiston yo'li degan nimada juda ekspress haydash uchun qilingan shekilli. Ekspress. Bu siz aytgan narsa yaqinda chiqqan yangilik bo'ldi-yu, yangi yo'lni bog'lashmi, Qashqar shaharni shaharchani Toshkentga bog'lash uchun BRT qurilishi rejalashtirildi endi. Toshkent viloyati markaziy. O'sha yerda ekspress, ya'ni o'z Turkiyaga moslash uchun moslaydigan bo'lsangiz, agar parallel qiladigan bo'lsangiz, shu yaqinroq, ya'ni u yerda intervali kamroq, ko'proq, ya'ni bekatlar ko'p emas. Borgan 4 ta. Doda xo'jalari Avstraliyada ekan-ku. Ha, o'zi BRTni paydo bo'lishi ham o'zi qiziq. Bu tramvay, masalan, Curitiba, Braziliya 70-yillarda Curitiba shahrida masalan tramvay qilishmoqchi bo'lgan, lekin sharoit masalan hisoblashganida uni qurishi qimmatga tushadi. Shuning uchun alohida yo'lakni tramvayni o'ziga avtobusni o'ziga qo'yishgan. Shu tarafi masalan rivojlanib, hozir masalan BRTni ham hozir masalan nima desam ekan, o'zini anaqalari bor, tartiblari bor, qanaqa nima qilsa BRT bo'ladi, fiziki ajratilgan bo'lsa yoki ajratilmagan bo'lsa. Juda katta ko'p kesishmada bu o'zini oqlaydimi yo'qmi bilmadim-da endi. Va Shotor Rustavelida qanday oqlayapti, nima bo'lyapti, avtobuslarda harakat tezligi, intervaliga qanaqa ta'sir qilyapti, buni qarab ko'rish kerak. Endi siz qiziqasizmi? Ancha tezlashdi. Menimcha o'zim ham harakatlanaman avtobusdan. Aynan mana shu 6 kilometr, 5 kilometrdan sal ko'proq hududda bemalol, masalan, shaharda masalan Yunusobod tomoniga ketadigan bo'lsangiz, aynan mana shu qismida juda tez yurasiz. Avtobusda. Bemalol tez 8 kilometr qilar ekan-ku, bu yangi o'sha ya'ni bu Sergelidan Amir Temur ko'chasining tepa yuqori qismlariga ko'tariladi. Demak, o'zini oqlagan deb hisoblasak bo'ladi. Umuman shu shaharsozlik, boshqa urbanistika kerak bo'lsa, o'sha landshaft dizayn degan narsalar ham chiqyapti. Bizdagilar borib Yevropadagi shaharlardan ham o'rnak olsa bo'ladi. Masalan, Berlin, shunaqa katta shaharlarimiz bor-ku, bizda qanaqadir Xitoyda ham ancha shaharlar yaxshi. Hozir ular juda katta shaharlar-da. Bizga o'xshagan, Toshkentga o'xshagan shaharlar Yevropada ko'p. Berlin, Parij ham kichikroq shahar, Madrid. Sherdagi ijobiy narsalarni o'rganib kelsa bo'lar edi. Shu jamoat transport masalasida ideal yo'lga qo'yilgan davlatlar juda ko'pda. Jamoat transporti quloq solinsa ham o'zi katta narsa bo'ladi. Aytilayotgan narsalarga-da. Ko'p aytilyapti. Masalan, ular borib o'rganib kelmasa ham mutaxassislarimiz yoki mutasaddilarimiz shuni ko'rib, o'rganib, tadqiq qilib yurgan sizga o'xshagan nimalarimiz bor-da, bor mutaxassislarimiz. Siz bir aligida Twitterda ko'rdim, shu ish nima deb bironta shaharda mana shu narsa bo'yicha sizga hech taklif qildimi, yo'qmi? Keyin shundan keyin bironta hokimiyat biron narsa chiqib ishladingizmi biron shaharda? Nima bo'yicha? Shu birinchi tweetingiz, biriktirilgan tweetingiz turgan ekanda, men ko'rdim. Shu hokimlarga haligi taklif qilgansiz shekilli-da, shu shaharlarda haligisini master planni chizish boshqa. Yo'q. Yo'q, men o'zim hokimiyatda ham ishlaganman. Toshkent universitetida ishladim. Masalan, BRTda ham birinchi transport vazirligida ishlagan loyiha ofisi bor edi. Bu
UNGP bilan birga o'zbek tilida Birlashgan Millatlar anaqasi rivojlantirish jamg'armasi bor. O'shanda loyiha ofisimiz, loyiha guruhi bo'lardi. Taylif degan. Shotor Savilda birinchi dizayn ham o'shanda ham qatnashganman. Lekin uni hokimiyat ozgina o'zgartirdi. Lekin asos sababi o'sha Shotor Savil ko'chasini menimcha xitoyliklar o'zi loyihalashtirib o'zi qurdi shekilli, shunaqa bo'ldimi? Hozir xabarim yo'q. Keyinchalik qanaqa bo'ldi? Biz boshdagi dizaynni biz qilganmiz. Keyinchalik Toshkent hokimiyatda ham ishladim. Dizayn kodi bo'yicha ishladik. Endi unda ham masalan oxirida deyarli chiqib ketdim. Ya'ni unaqa dizayn kod haqida mana o'zingiz aytib qoldingiz. Ozgina ishlamayman unaqa. Shu magazinlarda, do'konlarda peshtaxtalarni olib tashlash ham shu dizayn kod masalasi bo'yicha haligi bo'lyapti-da masalan. Uni qanday qilinadi masalan? Men hech kim mana shu savolimga javob bera olmadi-da. Masalan, do'kon turibdi. Talaparchi qilingan. U bitta qilinsa chiroyli chiqadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Kim qilib beradi? Tagini kim qilib beradi? Masalan, magazinning nomi magazin nomi Shuhrat bo'lsa, men yozdirib kelaman Shuhrat debda masalan, to'g'rimi? O'sha yozib beradigan nimalar. Lekin tagidagi font hammaniki bir xil bo'lishi kerak. Kim hokimiyat desa beradimi uni? Yo'q, tagidagi font bir xil bo'lishi kerak degan narsa yo'q. Shunaqa-yu, bizda mana shu font imunda mana shu malla bo'ladi, oq shrift bilan yoziladi degan talab qo'yilyapti, to'g'rimi? Dizayn kod. Ya'ni biz o'ylagan dizayn kod qanaqa edi? Men keyinchalik ketdim, bu 1 yildan oshiq mobaynida kengashdan boshqa bo'lib o'zgartirishlar kiritilib qilindi. O'zi biz o'ylagan narsa qanaqa edi? Masalan, ko'chani endi hozir reklama to'g'risida qonun qoida bor, bilasiz. Ya'ni masalan magazin bor, u yerda somsaxona bo'lsa, pastida nomer yoziladi, bu reklama. Yoki masalan pastida oynalarida qanaqadir mana tovarlar bor, bu ham reklama. Lekin mana tepadagi peshlavha bu o'sha joyning nomi. Bu yerda qanaqadir qoidalar bor. Ya'ni oynaga qo'yishda yoki fasad qismida qanchadir masalan oynaning nechidir foizini egallasa reklamaga bunga ruxsat olinadi. Yoki bu yerda ham masalan peshlavhani ilishda bu aynan qanaqadir shriftda bo'lish kerak emas. Aksincha masalan sizning brendingiz bor, o'zingizning fontingiz bor, ya'ni shriftingiz bor. Logotipdek qo'yishingiz mumkin unaqa. Logotip masalan nomingizni o'zini firmaning anaqasi bor. Maxsus shrift bilan yozilganda. Bular qo'ya olishingiz kerak. Faqat bu yerda tartib qanaqa? Ma'lum bir balandlik, proporsiya, uni masalan egallab turgan joyi. Men sizni juda to'g'ri tushuntiribman. Siz ham men xohlayotgan narsani ayta olmayapsiz-da. Masalan, o'sha men bu yasatib kelasiz logotipni. Mana bunaqa narsa mana peshlavha bir xil turibdi. Masalan, domlar tagidagi asosan magazinlarda mana Shotor Savilda ham chiroyli qilgan, malla qilgan bunday qilib. Uni endi hammasini bir xil qildi. Bu ham ozgina sun'iy bo'lib qoldi. Ya'ni o'zi aslida bir xil qilish nazarda tutilmaganmi? Bir xil yo'q. Dizayn kod kitobida unaqa emas. Ya'ni u yerda qanaqa ko'rsatmalar? Siz fasadingizdan kelib chiqib, brendingiz nomidan kelib chiqib, logotipingizdan kelib chiqib, u farq qilish mumkin. Ya'ni uni rangi farq qilish mumkin. Albatta u yerda beriladi, masalan, kamalak rang, masalan, qizil, har xil kislotniy ranglardan qilinadigan bo'lsa, u ham berilmaydi. Hududga qarab, ya'ni tarixiy hudud bo'lsa, bu yerda ozgina boshqacharoq. Ya'ni masalan, sizni brendingizni peshlavhangiz rangi qizil yoki korzinkada masalan qizil aytaylik bo'lsa, u balkim tarixiy hududda hammasi bir xil rangga keltiriladi. Lekin masalan, shahar boshqa hududlari bor, u yerda o'zingiz rangingizni ishlata olishingiz mumkin. U yerda balandligiga, razmerlariga, har xil illyustratsiyada hattoki rasmlariga, razmerlarigacha ko'rsatiladi. Endi men bir ikkita joyda ko'rdim, shu Shotor Savilda ko'rdim. Mana bu Chorsuda biz o'sha uyimiz atrofida ko'ryapman, shunaqa mallaga oq bilan yozilyapti. Monoxromda, masalan, u logotip aytaylik, korzinkada qizil-ku, qizil harflar. U qizil tushmaydi-da, boyagi shokoladsimon fonga qizil tushmaydi, xunuk ko'rinadi. Oq ochadi. Haqiqatan o'sha fonda jigarrang fonda oq shrift bo'lsa, yo logotip bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'sha xos shrifti bo'ladimi, yozilsa o'sha kerakli balandliklarga aytgan rioya qilib ko'rinadi. Bo'lmasa, menimcha Shotor Savilda ham hozir ko'rdim, bir ikkita joyda hech qanaqa orqada unaqasi qo'yilmagan, devori o'zida shriftlar peshlavhasini qo'yayotgan joylari ham bor. Ya'ni menimcha bu yerda
qanaqa bir yagona haligi qoida yo'q deydi, qilinyapti. ha, keyin qilinganda ham ozgina noto'g'ri ketdi. Oldindan masalan bir necha oy oldin ogohlantirib yoki masalan dizayn kod boshlanganiga masalan necha yil bo'ldi? 2 yildan oshgan bo'lsa, o'sha vaqtdan beri masalan qanaqadir kompaniya olib borib Chingizxon armiyasi o'tganday bo'ldi dedik. Shunaqa tushuntirilib, mana bunaqa narsa bo'ladi, tayyorlaninglar, ya'ni bunaqa qoidalari bor. Mana bu orqali Govuzga kirasizmi, boshqami, qayerdan olasiz, qanaqa ruxsat olasiz, qanaqa ruxsat olasiz. Ruxsat olganingizda ham siz nimaga e'tibor berish kerak? Ya'ni hozir ham masalan odamlarda xabar yo'qda, nima reklama, nima peshlavha, qanaqa bo'lishi kerak? Siz o'zingiz ham masalan so'rayapsiz, rangi qanaqa bo'lishi kerak yoki orqadagi narsasi qanaqa? Uni ham har xil turlari bor. Ya'ni u kitobda to'lig'icha batafsil ko'rsatiladi. Toshkent shahar hokimiyati yoki mahalliy tuman hokimiyatlari, masalan Mirzo Ulug'bek yoki Shoyxon To'g'ri deymizmi, tinmasdan shunaqa narsalarni ijtimoiy rolik qilib tushuntirib tanlash kerak. Hozir hammani qo'lida gadjet bor. Unisi emas, bunisiga aylanib keladi yoki o'sha do'kondorlarning bir guruhi bor. Tashab qo'yadi kimdir, mana ko'rlaringmi deb. Informatsiya yetib borishi osonda aslida bugun. Lekin bu narsa o'sha hokimiyat organlariga bog'liqda. Ular bir narsa ularni qanaqadir cheklovchi yoki bir narsa qilyaptimi, bu tushuntirish olib borish kerak aytganingizni oldin. Ha, ya'ni menimcha o'zi o'ylangan narsa yaxshi bundan. Ya'ni men masalan hozir o'zim ham solishtiryapman-da. Musor borda, shaharda nima deydi? Bir narsa musor, reklamni musor deydi. Shu narsadan xalos qilish. Vizual chiqindidan ancha tozalanadi. Ya'ni o'zim ham solishtirdim. Ba'zi ko'chalarda eski masalan Yandex Map'da yoki Google Map'da ko'cha 360 ko'chalar bor. Solishtirsiz, arxiv bilan solishtirsiz, ancha tozalanganda ko'zga farqli ravishda tozalangan. Ya'ni sezasiz. Hali ko'zingiz unaqa tolimaydi, unaqa katta informatsiya yo'q. Agar masalan ko'changizda har bitta joyda, har bitta devorda bir 50 tadan yozuv bo'lsa, u yerda miyangiz kerakli bo'lgan informatsiyani ham ola olmaydi-da. Ajratib ola olmaydi. Ya'ni masalan hamma yoq apteka, bitta aptekaning ichida bir 50 ta apteka anaqasi bo'lsa, kerakli nima kerak uni ham bila olmaysiz-da. Ya'ni tartib bo'lganda va boshqacharoq, ya'ni informatsiyani olishingiz ham osonroq. Bitta joyda bilasiz, intuitivni tushunasiz, mana bu peshlavha, ya'ni mana shu joyning nomi degan narsa ham bo'ladi. Ya'ni o'ylangan narsa yaxshi-yu, faqat amalga oshirishda noto'g'ri yondashishda deyman, ya'ni sal ochiqroq bo'lganda kommunikatsiya bo'lganda yaxshi bo'ladi. Joyiga tushadi. Bo'lmasa bugun ancha so'nggi kunlarda dolzarb bo'lgan mavzular haqida gaplashdik. Iskandar, rahmat kelganingiz uchun. Men xursand bo'ldim. Umuman yozayotgan narsalaringizni qo'llab-quvvatlab, shaharsozlikda amalga oshiriladigan loyihalaringizga avvalo muvaffaqiyat tilayman sizga. Muxlislarimizga ham bu ko'rsatuvimiz yoqdi deb o'ylayman. Sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosinglar va erinmay komment yozinglar va Iskandarga yoki menga savollaringiz bo'lsa, albatta kommentlarda qoldiringlar. Biz uni har birini o'qib chiqamiz va javob berishga harakat qilamiz. Bo'lishinglar va keyingi ko'rsatuvlarimizni zodlik bilan va keyingi ko'rsatuvlarimizda qanday mehmonlar bo'lishini kommentlarda yozsangiz, biz albatta sizlarni talablaringizni bajarishga harakat qilamiz. Doimo omon bo'linglar. Rahmat sizga. Rahmat taklif uchun. Avvalambor umuman olganda savollarga javobdan o'zim uncha qoniqish hosil qilmadim. Ya'ni menda o'zi gapirganda ozgina gapimni topib javob berish qiyinroq. Nutqim ravon emas demoqchisiz. Nutqim ravon emas. Ya'ni yozganimda o'ylab, fikrlab, nima demoqchiligimni osonroq bildiraman. Umuman savollar uchun rahmat. Taklif qilganinglarga ham rahmat. Agar javob bera olgan bo'lsam, tushunarli bo'lgan bo'lsa, bundan minnatdorman. Kelganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha sizlar.